Assalomu alaykum va rahmatulloh. Bugun 18 aprel 2026-yil. Haj mavsumi boshlangan inshaalloh. Mana ko'chalarni ko'ringlar, bo'm-bo'sh tekshiruv bilan, tasrih bilan o'tkazyapti mashinalarni. Yana ham ichkariga kirsanglar, ya'ni haram tomonga har bitta odamni tekshirib o'tkazyapti. Ya'ni ruxsat bilan o'tkazyapti. Yo'qlarni chiqarib yuboryapti. Mehmonxonalarga, hostellarga kirib tekshiruvlar boshlangan. Polislar birma-bir kirib tekshirib, odam bormi yo'qmi qarab yuribdilar. Ichida do'konlar, ko'p do'konlar yopilgan. Mana sim karta sotadigan Mobil Zayn Estate yani sim karta sotadigan bolalar ham hatto yo'q. Mehmonxonalar juda ko'pchilik yopilgan. Oshxonalar, do'konlar